руководством Шавката Миромоновича Мирзиёева, президента Узбекистана, мы начали заниматься развитием жизненной среды Узбекистана, водными ресурсами Узбекистана. Поэтому мы как стратеги, мы понимаем, что если мы вам навяжем то, что мы понимаем вашими интересами. У вас единственное, допустим, если мы одного министерства. Мы очень плотно работаем с руководством в целом Узбекистана. Biz O'zbekiston rahbariyati bilan juda yaqin hamkorlik qilib, prezident administratsiyasi bilan ham faol ish olib boryapmiz. Bir nechta takliflarimiz prezident Shavkat Mirziyoyevning farmonlari bilan ma'qullangan. Biz ichimlik suvidan foydalanish strategiyasini ishlab chiqqanmiz. Hozir esa O'zbekistonning ekologik va suv strategiyasi ustida ish boshlayapmiz. Bu faqat suv va ekologiya bilan bog'liq yo'nalish emas, balki atrof muhitni, havoni, o'rmonlarni muhofaza qilish va cho'llanishga qarshi kurashni ham qamrab olgan keng qamrovli yo'nalishlardir. Mana shu bizning asosiy maqsadimiz. Shuningdek, Chorvoq suv ombori hududidagi dam olish kurort zonalarini rivojlantirish bo'yicha ham alohida loyihamiz bor. Biz bu jarayonni endigina boshlayapmiz. Ammo odatda milliy miqyosdagi ko'p tarmoqli strategiyalarni 2 yildan ortiq bo'lmagan muddatda ishlab chiqamiz. Keyin esa uni amalga oshirishning uzoq yo'li boshlanadi. Bunda barcha taklif va e'tirozlar inobatga olinadi. Yakuniy strategiya loyihasi tasdiq uchun kiritiladi. U belgilangan tartibda tasdiqlangandan so'ng biz uni amalga oshirish jarayonida hamkorlik qilamiz. Eng muhimi, O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirish bo'yicha barcha idoralar, sanoat, qishloq xo'jaligi, irrigatsiya va ekologiya sohalari o'zaro bir-biriga zid bo'lmasligi, balki tabiiy muhitning kelgusi rivojlanishi bo'yicha yagona tushunchaga ega bo'lishi zarur. Shunda O'zbekiston barcha o'zbeklar manfaati uchun go'zal va farovon mamlakatga aylanadi. Chunki har qanday strategiyaning asosiy maqsadi va bosh yo'nalishi bu odamlar yashash tarzi sifatini oshirishdir. Joriy yilning 27-28 oktyabr kunlari O'zbekiston Respublikasida, ya'ni Green universitetida bo'lib o'tgan seminar juda ham ajoyib taassurotlarni bizda qoldirdi. Unga ko'ra Ekologiya vazirligi, Suv xo'jaligi vazirligi hamda Suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati tomonidan ishlab chiqilayotgan O'zbekiston Respublikasining 2027-2050 yillarga mo'ljallangan suv resurslaridan oqilona foydalanish va atrof muhitni muhofaza qilish milliy strategiyasi nazariyasi bo'yicha seminar bo'lib o'tdi. Unda xorijiy tajriba, xorijiy isbotlangan nazariyalarni qo'llash bo'yicha Rossiyaning Lomonosov nomidagi Moskva davlat universiteti iqtisodiy va moliyaviy strategiyalar kafedrasi mudiri Vladimir Lvovich Kvint va uning jamoasi tomonidan seminar tashkil etildi va bu juda ham ko'p muhokamalarga, yaxshi iliq kutib olishlarga sabab bo'ldi. Bu seminarda biz ishtirokchilar juda ham ko'plab foydali ma'lumotlarga ega bo'ldik. Bundan tashqari mazkur seminar davomida Green universiteti hamda aynan shu Lomonosov nomidagi Moskva davlat universiteti o'rtasida memorandumga imzo chekildi. Kelajakda bu strategiyani, nazariyani, metodologiyani qo'llash va uni to'liq ishlab chiqish bo'yicha yordam ko'rsatilishiga kelishildi va bu seminar tashkilotchilariga juda ham ulkan minnatdorchiliklarimizni bildiramiz.